Nasiya savdo biznesingizni rivojlantirishga yordam beradi, lekin noto'g'ri yondashuv tufayli ko'pchilik zarar ko'radi. Bugun nasiya savdoda uchraydigan eng ko'p xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato: mijozlarni tekshirmasdan mahsulotni nasiyaga berish. Faqat ishonchga asoslanib, tekshiruvlarsiz nasiyaga mahsulot berish katta xatodir. To'lov tarixi va moliyaviy imkoniyatlarni tekshirish shart. Yechim sifatida Aykem Biznes sizga mijozlarni tekshirishda yordam bera oladi. To'lov shartlarini aniq belgilamaslik, keyin to'laysan yoki qancha bo'lsa to'lab tur degan noaniq kelishuvlar biznesingizni xavf ostiga qo'yadi. To'lov muddatlarini aniq belgilash kerak. Nasiya shartlarini yozma ravishda rasmiylashtirish va mijoz bilan nasiya savdo hujjatini imzolashni maslahat bera olamiz. Uchinchi xato: moliyaviy oqimni hisobga olmaslik. Nasiya savdoda daromad kelishi vaqt talab qiladi. Shu sababli mahsulot chiqarish va xarajatlarni qoplash uchun doimiy naqd pul oqimi bo'lishi kerak. Agar mijozlarni tekshirmasdan nasiya bersangiz, mijoz bilan shartnoma rasmiylashtirmasangiz yoki moliyaviy oqimni hisobga olmasangiz, biznesingiz zarar ko'rishi aniq. To'g'ri yondashing. Xavfsiz nasiya tizimini yo'lga qo'ying. Aykem Biznes samarali va xavfsiz nasiya savdo tizimi.